Assalomu alaykum hammaga. Xush kelibsizlar. Charchamayapsizlarmi? Bugun shu Nahang universitetiga topshirish haqida gaplashamiz. Ah, Birinchi o'rinda qiladigan narsamiz bu manimcha application to'ldirish emas. O'qib turamiz buni. Yo'lama info global etib olib, global Nahang universiteti bilan bizni kollaboratsiyamiz bor. Bizni maktabda, ya'ni Ibrahimovda. Lekin anchadan beri taniyman bularni. 2020-yildan beri adashmasam. G'ayrat aka degan inson borlar. Umumiy o'zbekistonliklari shu Inha universitetiga 100% grant tushishi, umumiy holatda Inha universitetiga topshirishga yordam beradilar. Ya'ni Inha universitetini O'zbekistondagi elchisi. Mumkin ular shu maktabimizga ham tashrif buyurganlarida manimcha tanishgan bo'lsanglar kerak hammalar. Va shu inson mana kanal bor o'zbek tilida Inha universitetiniki. Shu o'quvchilarga forma qoldirib, formani ham ko'rsataylik agar hozir bo'lsa. Forma qoldirib, shu formani to'ldirib, shu Inha universitetiga, ya'ni shu Koreya universitetlaridan bittasi bo'lgan universitetga topshirishga yordam berib kelyapganlar. Mana shunaqa kanalga kirib turib, formani ochiladi, email qoldirib, to'liq ism, familiya, nomer, pasport va sohani tanlab turib, o'quvchi shu o'zini holatini yoritib submit qiladi formani va shu Inha universitetiga qabul qilinishi bor deb o'ylagan potensialli o'quvchilarga keyin application jo'natishadi. Hozir u applicationni ko'rsatib u potensialli o'quvchilar kimlar bo'ladi? O'zi mana bu postda ham aytilgan. Hozir qaytadi postga. Postda ham aytilgan, ko'rishingiz mumkin. Potensialli o'quvchilar sectionlari 5,5 dan past bo'lmagan, umumiy overall 5,5 bor o'quvchilar. Endi 5,5 bor o'quvchini potensialli o'quvchi bo'lmaydi, 100% grant oladigan, lekin 6,5 bor o'quvchilar bir semestrga yoki bir yilga 100% grant utishlari mumkin. Har yili o'quvchilarimiz deyarli 4ta-5tasi shu Inha universitetiga bir yillik grant uchadi. Shu 6,5liklar ko'pincha holatda bir semestrga grant uchadi. Lekin doim o'quvchilarimiz haligi men ishlaydi o'quvchi Inha universitetida o'qishi nimaga deganda o'ylashadiki, shu biz bir semestr grant berar ekan yoki bir yilga grant berar ekan, shu bilan grant olib qo'yar ekan. Yo'q, unaqa emas. O'zi hamma universitet 4 yilga grant berdim deganda ham shu bahoyingizga qaraydi. Har semestrda bo'ladigan bahoyingiz, bahoy tushib ketadigan bo'lsa grant olib qo'yadi. Inha universiteti ham xuddi shunaqa. Bir yilga bergan bo'ladi. Faqat agar siz bahoni yaxshi ushlab tursangiz va top nechtadurga kirsangiz, top 10talikka, top 20talikka kirsangiz, grantingiz ushlab qolinib, yana o'qishga grant bilan davom etasiz. Xuddi shunaqa. Bu degani grant olib qo'yadi degani emas. Mana qabul fevralgacha davom etadi va mana shu formani to'ldirganingizdan keyin, hozir ochgan formamni men buni bosib qo'yaman. Buni guruhga ham tashlab, kanalga ham tashlab qo'yaman. Bu postda mana shu formaga kirib, formani to'ldirganingizdan keyin, mana bu formani to'ldirganingizdan keyin sizlarga applicationni endi to'ldirish uchun dokument keladi. Dokument keladi, shu Inhaning o'zidan G'ayrat aka orqali, G'ayrat aka degan inson orqali keladi. U dokument mana shunaqa holatda Word shaklida bo'ladi. Va bu Word formani to'ldirib, notlaringlarni to'ldirib, insonlarni yozib, universitetga jo'natsanglar bo'ladi. Ya'ni o'sha emailga, qaysi emailga jo'natish kerakligini aytilgan bo'ladi. O'sha emailga qaytib jo'natsanglar bo'ladi. Hozir mana bu bunaqani tashlab qo'yaman kanalga. Mana shuni formasini to'ldirib qo'ysanglar bo'ladi. Formani to'ldirib qo'ysanglar, sizlarga ham xuddi shunaqa application keladi. Shuni to'ldirib bemalol shu Inha universitetiga topshirsanglar bo'ladi. Endi buni agar qiynaladiganlar bo'lsa, buni to'ldirishga qiynaladiganlar bo'lsa, hozir shu o'zim misolimda to'ldirib ko'rsatib ketaman. Hozir mana dokumentlarim qaysi qismda birorta o'quvchiga to'ldiraylik. Mayli, o'zim rasmni ham qo'yishni ko'rsataymikin? Yoki o'zinglar
olamiz. Mission. Mana shu holatda qanaqa qilib rasmimni bu yerga insert qilsa bo'ladi. Ya'ni bizni rasmiy rasmimiz bor. Qanaqa qo'yamiz desangiz, mana insert degan qism bor. Mana shu yerdan picture qismiga kirib, kerakli faylni location'ini tanlaysizlar. Misol uchun mana o'zim rasmim mana o'zi tushadi. To'liq tushishi shart emas bu yerga. Agar perfeksionist bo'lsanglar, to'liq tushishini harakat ko'rsalar bo'ladi. Inglizcha holatda ism familiyani yoz deyapti. Misol uchun maniki Jack Honger bo'ladi. Chunki qattiq H bo'lgani uchun KH bo'lib ketadi. Jack Honger Yunus misol uchun. Yunusov application formni oldik, endi application formni to'ldiryapmiz. Endi o'zbekchada, ya'ni native language'da Jahongir Yunus bo'ladi. Yunusov bo'ladi. Date of birth debdi. Mana shu yerga men yozaman. Misol uchun aytaylik. Ki pasport. D misol uchun aytaylik. Endi freshman and transfer degan qism bor. Bu yerda nima qilish kerak? Nimani to'ldirish kerak deb savol bo'ladigan bo'lsa, freshman bu birinchi yil, ya'ni birinchi yil o'qish uchun topshiryapman degani. Transfer bu o'sha qaysi universitetdan men u ko'chirmoqchiman Inha universitetiga degani. Freshman bu o'sha birinchi yilgi o'quvchilar, ya'ni birinchi kurslar. Freshman deb kiritamiz biz. Adres misol uchun aytaylik Obod mahalla. Street deb yozsalar ham bo'ladi agar inglizcha yozmoqchi bo'lsalar. Street 143 Namangan region. Email Yunusov misol uchun jack@mail.com. Endi graduation. O'zi odatda iyun, davlatga ham iyun 6 yiliga necha 2020 necha yil? 2026. High school name so'rayapti endi. Aytaylik high school mana maktabi misol uchun high school number 7 bo'lgan. Adres manimcha Olmazor mahalla bo'lsa kerak. Olmazor street To'rako'rgan district Namangan region. O'sha xullas anaqa maktab yillari bu endi nimani so'rayotganini va nima haqida ma'lumot so'rayotganiga e'tibor bermoqchi bo'lsalar, bu yoqda sizlar haqingizda so'rayapti shu qismgacha. Endi maktab yillari haqida so'rayapti bu yoqda, high school. Endi bu yoqda sohalar haqida so'rayapti, oila a'zolar haqida so'rayapti. Mana shu joylarga e'tibor berib qo'yasizlar. Namangan region. Nomerlar esimda yo'q. Maktabimizda kimdir nomerini kiritib qo'ysalar ham bo'ladi. Majorga endi bizda bu yoqqa yana qaytaylik. Biz application to'ldiradigan joyiga. Mana shu to'ldirayotganda e'tibor beringlar. Agar sizda koreys tili sertifikati bo'ladigan bo'lsa, mana shu videoni ko'rib turgan odamda koreys tili sertifikati bo'ladigan bo'lsa, koreys tili sertifikatim bor deb belgilashingiz mumkin. Mana bu yerda chiqadi adashmasam. Til sertifikat so'rash mumkin. Mana soha tanlashda mana ikkitagina soha bor. Ingliz tili trackda. Ya'ni ingliz tili sertifikati borlar faqat ikkita sohaga topshira oladi. Integrated System Engineering, bu o'sha software engineering, computer science kirib ketadi ichiga. Shu dasturlash yo'nalishlari. International Business and Trade bor. Mana shu ikkita soha bor xolos, ingliz tili sohalari bo'yicha. Endi Korean language agar ya'ni shu koreys tili sertifikatingiz bo'ladigan bo'lsa, unda mana shu sohalar hammasiga topshirsangiz bo'ladi. Mana shu sohalar hammasiga topshirsangiz bo'ladi. Faqat nomini to'g'ri yozishingiz kerak lekin. Nomini to'g'ri yozishingiz kerak. Sohani to'g'ri yozmaydigan bo'lsangiz, applicationingiz reject ham bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun sohani kirityapganda Integrated System Engineering misol uchun men engineering topshirganman. O'sha paytlar
keladigan bo'lsak, injineringga kiritamiz mana shuni. Copy qilib oldik. Integrated System Engineering. Major degan so'z kerak emas. Kiritdik. Manimcha ko'rmayapsizlar, yozib aytaman. Kiritdik. Integrated System Engineering. In the native language so'rayapti, full name. Kimnidir kiritasizlar, family memberdan kimdir bo'lishi kerak. Yo ota-onadan bittasi bo'lsa ham yaxshi bo'lardi. Men Fazerni kiritib qo'ygan ekanman. Aytaylik, Fazerni kiritamiz. Xotirjam Yusupov. Yusupov. Inglizini ham Yusupov. Nomerlari bo'lsa, nomerlarini kiritib qo'ysalar bo'ladi. Endi current address qayerligini so'rayapti. Aniq emas. Aniq kiritib yozib ketasizlar mahalla bilan. Birinchi mahalla keladi, keyin tumaninglar keladi. Tuman degan distrikt, keyingisi viloyat. Distrikt Namangan region. Shunaqa qilib to'ldirasizlar. Keyin ular umumiy, ya'ni uyda turadigan biror telefonni yozib qo'ysalar bo'ladi bu yerga. Yozasizlar 98 nechidir. Bu yoqqa ham yozasizlar 9 nechidir. Keyin bu yerda qanaqa sana yoziladi deyiladigan bo'lsa, topshiryapkan sanangiz yoziladi. Misol uchun bugun nechi? 2 fevral 02 06 2 fevral ekan, 6 fevral ekan 2026. Endi bu yerda signature so'rayapti. Biz chiqartirib uzoq o'ydirishimiz kerakmi yoki mana shu yerdan mana bunaqa joyda bor. Mana bu yerda javob bor edi. Bunaqa qilib turib qo'ysa bo'ladimi deydigan bo'lsanglar, xohlashinglar bunaqa qilib qo'ysalar ham bo'ladi, lekin shart emas o'zi aslida. Bu yerga ism familiya yozsa ham bo'ladi. Men ism familiya yozishni afzal ko'raman doim. Yunusov shuni qilib yozib turib, xohlasalar yoniga imzo ham qo'yib qo'ysalar bo'ladi. Uni holat shunaqa qilsa ham bo'ladi. Bu tomonlama muammosi yo'q. Bu yerga yana o'sha soham fakultetimni kiritishim kerak, sohamni boyagi holatlarni integrated engineer. Yani inglizcha versiyasini yozamiz ism familiyamizni. Yunusov. Country of course Uzbekistan, city of course Uzbekistan, citizenship Uzbekistan. Keyin mana bu yerda male yoki female so'rayapti. Bu yerda plus yo minus qo'yasizlar. Ya'ni plus qo'yiladi o'zi. Qaysi o'rinni tanlamoqchi bo'lsangiz, date of birth o'sha tepadagi date of birth bir xil bo'lishi kerak. 01 Keyin undan yog'iga autobiografiya, ya'ni family upbringing, personality, hobby, ya'ni sizlar haqingizda qanaqadir ma'lumotlar bilmoqchi bo'ladi. Qayerda yashaysizlar, qanaqa ulg'aygansizlar, ya'ni qayerda yashashinglar emas unchalik darajada, ya'ni umumiy holatda sizlar nimaga qiziqasizlar va o'zinglar avtobiografiyalarni yozib berishingiz kerak bo'ladi. Bu anaqa biz misol uchun Amerika universitetlariga topshiramiz sizlar bilan. Unaqa darajada murakkab bo'lishi shart emas. Oddiy, sodda o'zinglarni qiziqishinglari, sizlarning kimliginglari, kelib chiqishlar qanaqaligini, oilalari yoritib beradigan bo'lsa bo'ldi. Ko'proq shu narsa. Unaqa darajada unaqaga qaramaydi. Koreya universitetlari unaqa sizni filosofiyangizga qaramaydi. Bu yerda faqat o'sha sizni kelib chiqishingizni bilmoqchi bo'ladi xolos. O'shaning uchun kelib chiqishingiz haqida shunaqa sodda bitta essay yozsangiz bo'ldi. Hobbilaringiz haqida application motives. Endi bu yerda nima sababdan imkon universitetda o'qimoqchisiz va undan keyingi rejalaringiz qanaqa? Shular haqida qisqacha yozib bersangiz bo'ladi. Men xohlasangiz shu sample tashlab qo'yaman, lekin hamma samplga asosan yozadigan bo'lsa, hammaniki bir xil robotik bo'lib qoladi. Robotik emas, endi imitate bo'lib qoladi. Va qanaqadir qaysidir ma'noda yaxshi chiqmaydi insho. Shuning uchun iloji boricha bo'lsa o'zinglar yozinglar. Nima yozish kerakligini aytib ketaman yoki samplni ham tashlab qo'yaman. Ko'ringlar faqat. Shunaqa ekan. Men endi o'zimnikini yaratishim kerak. O'zinglar yozinglar. Personal philosophy. Endi nima bu? Umumiy holatda o'zinglar hayotinglardagi bitta filosofiya, sizlar ishonadigan, sizlar suyanadigan bitta filosofiya nima va nima sababdan u va o'sha mantiqni tushuntirib berasizlar.
Shuni yozsanglar bo'ldi. Umumiy holatda bu Koreya universitetlariga juda murakkab bo'lishi shart emas. Insholar juda murakkab bo'lishi shart emas. Sodda, samimiy bo'ldi. Language abilities. Qaysi tillar bilasiz, qaysi tillar o'rgangansiz, qanaqa o'tgan o'sha language learning periodingiz, shuni yoritib berasiz bo'ldi. Study plan. Study planda hop o'qib, keyin nima qilmoqchisiz? Shu narsani qisqa o'tib berishingiz kerak. Keyin others, buni yozsangiz ham bo'ladi, yozmasangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz yozing. Qanaqadir qiziqishlaringiz bo'lsa, unik qiziqishlaringiz bo'lsa, shular haqida yozing. Kengroq yoritib bermoqchi bo'lsangiz. Hech qanaqa minus bo'lmaydi. Yozsangiz bo'ladi va yozmasangiz ham bo'ladi. Optional. Va shuni to'liq to'ldirib bo'lganingizdan keyin mana shunaqa holatda mana qiyin bo'lgani yo'q, endi nishon qiyin bo'ladi. 10 minutda to'ldirib bo'lasizlar. To'ldirish kerak bo'lgan narsalarni nishonni ham sodda tarzda o'zinglar haqinglarda yozsanglar bo'ldi. Bunda hech qanaqa perfekt bo'lishi shart emas. Bu hech qanaqa sodda, samimiy o'zinglar haqinglarda yozasizlar bo'ldi. Keyin nima qilinadi? Undan keyingi stage bizda mana kanalga yozib yuboraman. Biz 3-4 narsalarni birlashtirishimiz kerak bo'ladi bitta fayl holatida birlashtirishimiz kerak bo'ladi. Birinchisi bo'ladi pasport yoki ID, Ikkinchisi bo'ladi o'sha application. Ya'ni hozirgi to'ldirgan dokumentimiz. Uchinchisi bo'ladi baholar. 9, 10, 11-sinfningizni ingliz tiliga tarjima qilingan holatda bo'lgan baholar kerak bo'ladi. 9, 10, 11 sinf baholar. Rus tilida, ingliz tilida. To'rtinchisi nima bo'ladi? Agar til sertifikatingiz bo'lsa, Topic yoki IELTS yoki shunga o'xshagan til sertifikatlaringiz bo'lsa, o'shani kiritasiz. Til sertifikatlari. Beshinchisi endi til sertifikatlaridan keyingisi bizdan so'raladigan narsa bor. Bu nima? Ota-onaning yillik daromadi. Uni bemalol aniq MyGovdan olsanglar bo'ladi. Yillik daromadi rasmiy ishda ishlashadigan bo'lsa, daromadi. Va endi o'quvchilardan savol kelganda, shu ota-onam rasmiy ishda ishlashmaydi yoki shu biznes qilishadi yoki nimadir qilishadi. Umuman holatda unemployed nima qilib kiritaman unda? Man topshira olmayman degan narsalar bo'ladi. Va o'sha paytda do'stlarim birga topshirganmiz universitetlarni, do'stlarimda ham shunaqa muammo bo'lgan. Lekin mana shu applicationda bizga yordam beryapgan O'zbekistonlik o'quvchilar va chet elda borib o'sha imtihon o'qishga yordam berayotgan o'sha G'ayrat aka bilan gaplashib qolganimda aytdilar, yo ota-onaning yillik daromadi bo'lmaydigan bo'lsa, rasmiy ishda ishlamaydigan bo'lsa, uyini ma'lumoti bo'lishi mumkin. Nimadir kadastr deydi adashmasam, kadastri yoki qanaqadir mol mulki bo'lsa, ko'chmas mol mulki bo'lsa, ana shu narsalar dokumentini yuklasa bo'ladi deganlar. Ya'ni yoki qanaqadir biznes bo'lsa, qanaqadir aytaylik kompaniyasi bo'lsa, o'shani yuklasa bo'ladi dokumentini. degan ma'noda aytgandilar. Anaqa bo'lishi shart emas ekan. Mashinasi bo'lsa, mashinasini qo'ysa ham bo'laverar ekan. Kadastr bo'lsa, kadastr. Ya'ni qaysidir ma'noda proof of income bo'lishi, income emas. Ya'ni bunda yetishmaganda, ya'ni ertaga Koreyaga borib turib, grantini oldirib qo'yadigan bo'lsa, ota-onasi qaynandir bo'lsa ham pul to'la oladimi degan savolga javob olish. Bo'ldi, shu narsa kerak. Shuning uchun qo'shimchasiga yozib qo'yapman. Nima dedim? Kadastr. Turar joy. Hozir akam o'zlari yozib oladilar o'sha nomni. Ish joyi guvohnomasi. yoki deb buni qo'shib qo'yaman.
shu fayllar bitta qilinadi. Misol uchun aytaylik, pasportingiz birinchi page'iga qo'yiladi, ikkinchisiga application, hozir to'ldirgan applicationimiz qo'yiladi, uchinchisiga 9-10 11 sinf baholaringiz qo'shiladi, to'rtinchisi pageda bo'ladi til sertifikatlaringiz, beshinchi pageda bo'ladi o'sha ota onangizlik daromadi yoki shunga o'xshagan proof bo'lib beradigan qanaqadir dokumentlarni qo'shish kerak bo'ladi. Hammasi shu tartibda birlashtiriladi. Birlashtiriladi. Ha, kanalga tashladim. Nimalar qaysi tartibda birlashtirilishi kerakligini. Hozir mana buni to'ldirib bo'lgan bo'ladigan bo'lsak, misol uchun mana bu application to'ldirib bo'ladigan bo'lsak, buni mana bu yerdan yuklab olsak bo'ladi, fayldan save qilib, PDF shaklida ham yuklab olsak bo'ladi. Mana bu yerdan o'zgartirib, sizlar ko'rinyapti, mana PDF ga o'zgartirsa bo'ladi. Mana bu yerda Word'da turgan bo'lsa, PDF ga o'zgartirib turib, PDF shaklida saqlab olsalar bo'ladi. Keyin uni sizlar birlashtira olasizlar. Birlashtirish qaysi dasturdan foydalansak bo'ladi deganlar bo'lsa, kuzatib boraman. Savollar bo'ladigan bo'lsa gaplashamiz. Shunda oxiriga yetkazib qo'yay shuni. Fayllar birlashtirish, nimani birinchi kelishini, nimani ikkinchi kelishini, nimani uchinchi kelishini bilib oldik. Endi u fayllarni qanaqa qilib birlashtiramiz? Merge PDF yozadigan bo'lsak, ichida bizda veb-sayt I love PDF degan bizda sevimli veb-saytimiz bor. Hamma PDF bo'yicha qilishimiz kerak bo'lgan hamma ishlarni qilib beradi. Mana shu yerdan fayllarni select qilasizlar. Bo'ldi. Misol uchun aytaylik, man shu o'quvchini 9-10 sinf 11 sinf baholari bor. Mana shuni birlashtirmoqchiman. Qo'shdim, hammasini qo'ydim. 3 ta fayl. Merge PDF birlashtirib beraman. Bu yerdan yuklab olaman. Bu yoqqa tushdim. Mana shu yerda mana 9-10-11 sinf baholar. Hammasi birlashdi. Xuddi shunaqa holatda biz pasportni birinchiga qo'yamiz, ikkinchiga o'sha application formimizni qo'yamiz, uchinchiga adashmasam baholarimiz, 4-ga keyin IELTS yoki til sertifikatlarimiz, 4-ga, o'sha 5-ga adashmasam 5-mi to'g'rimi, o'shanga ota-ona yillik daromadi yoki ko'chmas mulk ma'lumotlari, shular hammasini birlashtirib turib, hammasini tayyorlaganimizdan keyin, to'ldirib, hamma narsani insholarni yozib, hammasini birlashtirib bo'lganimizdan keyin bizga email kelgan bo'ladi. Haligi formani to'ldirganimizdan keyin email kelgan bo'ladi. Ana shu emailga reply qilib, emailimizdan reply qilib turib, haligi applicationni yuklab, mana applicationni to'ldirdim ingliz tilida faqat. Applicationni to'ldirdim, ko'rsada bo'ladi deb turib jo'natib qo'yadigan bo'lsak, o'zi qabul qilishadi. Shu umumiy holati shu, unchalik qiyin joyi yo'q. Faqat shu formani to'ldirasizlar, formani to'ldirganingizdan keyin Word dokument yuboriladi to'ldirish uchun. Shuni to'ldirib turib jo'natsanglar bo'ladi. Unchalik darajada qiyin joyi yo'q. O'chirsam ham bo'ladi endi, adashmasam ekranni savollarga bitta qarab qo'yaylik, keyin bo'ladi. Tak. Birinchi kommentga kiraylik. Shunda personal details va essaylarni application PDF faylda topshirish kerak. PDF faylda nima sababdan PDF faylda bo'lishi kerak? PDF faylda bo'lishiga sabab hamma fayllar biz birlashtirishimiz uchun bitta fayl formatida bo'lishi kerak. Pasport ham bitta fayl formatida bo'lishi kerak. Mana biz application formimiz ham bitta fayl formatida bo'lishi kerak. Boshqa umuman olgan fayllarimiz ham hammasi bitta formatda bo'lishi kerak. Biz rasm bilan PDF ni birlashtira olmaymiz. O'shaning uchun birinchi rasmdan PDF ga o'tkazib olamiz yoki o'sha Word shaklidan PDF ga o'tkazib olamiz. O'tkazib olib turib, keyin hammasini birlashtiramiz. Shuning uchun kerak xolos bizga PDF fayl. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Shu faylni tashlab bera olasizmi? Ha, tashlab beraman, sample sifatida. Chet elga topshirmoqchi edim hozirda. Xorijiy tillar
Tarjima nazariyasi birinchi kursdan tanishdi. 6 dan 7,5 bor. Birinchi semestrni 5 ga yopdim. Zo'r. Mana zo'r. Baholar muhim. Maktab bahollarim deyarli 5 bo'lgan. Yaxshi, har xil tadbirlar maktab baholari muhim emas. Bizga o'sha agar magistraturaga topshirmoqchi bo'lsangiz, universitetga kerak bo'ladi xolos. Har xil tadbirlar, volunteer works qilganman. 2 yildan beri teaching bilan shug'ullanaman. Hozir chet elga topshirmoqchi edim, lekin universitetni tanlash va application process bilan qiynalyapti. Shunga ozroq yo'l yo'riq berib bora olasizmi? Endi hozir ya'ni aynan qanaqa yo'l yo'riq kerak bilmayman. Bilmayman, ya'ni sizga uning uchun o'sha full ishlash kerak bo'ladi. Agar yoki aynan spesifik qaysidir joyda yordam kerak bo'lsa, shuni aytadigan bo'lsangiz, shu bo'yicha yordam bersa bo'ladi. Misol uchun aytaylik, mana shu universitetda topshiryapman yoki mana shu davlatga topshirmoqchiman. Qaysi davlat, qaysi universitetga topshirsam bo'ladi desangiz, aniq javob aytishim mumkin. Endi hozir agar umumiy applicationda yordam kerak, birorta mentor bormi deydigan bo'lsangiz, davlatiga qarab aytadigan bo'lsangiz, mana shu davlatda o'qimoqchiman deb yordam beringlar deydigan bo'lsangiz, bu bo'yicha yordam berishingiz mumkin. Shu aniqroq birorta anaqa savol bersangiz yaxshi bo'lardi. Ya'ni qaysi davlat, qaysi universitet yoki nima qilmoqchisiz? Magistraturaga ketmoqchimisiz yoki bakalavr bitirmasdan bakalavrga bormoqchimisiz boshqa dasturga? Nurmuhammad, sizni ochdim. Savolingiz bormidi? Savol bersangiz bo'ladi. Ustoz, omonmisiz? Yaxshi, rahmat, Xudoga shukur. Menimcha ovozingiz past eshitilyapti. Mana shuni demoqchisiz. Yo'q. Endi-chi? Bo'ladi. Ha. Uzr, ming bor uzr, kechroq qo'shildim. Savolim shu ediki, rolling admission haqida juda to'g'riroq tushuncha berib olasizmi demoqchi edim. Rolling admission. Rolling admission. Rolling admission. Rolling admission bu kechki qabul nimaga kerak? U rolling admission o'zi universitetlar uchun deydigan savol bo'ladigan bo'lsa, endi ko'pincha universitetlar waitlist beradi yoki defer beradi. Ko'p universitetlar, lekin ba'zi universitetlarda rolling admission bo'ladi. Nimaga degani o'sha regular decisionda, ya'ni oldingi qabullarda, misol uchun erta qabullarda qabul qilgan o'quvchilari yo men universitetga bora olmayman deb qoladigan bo'lsa, qanaqadir qilib ular misol uchun boshqa o'quvchi bilan o'rinni to'ldirish kerak bo'ladi. O'sha ortib qolgan o'rinlar uchun yoki ortib qolishi mumkin bo'lgan o'rinlar uchun rolling admission ochib qo'yilgan bo'ladi. O'sha rolling admission topshiradigan bo'lsangiz, agar yo joy bo'shasa yoki birorta kim o'qimayman desa, keyin siz olinishingiz mumkin. Bo'lmasa o'zi allaqachon olib bo'lishgan bo'ladi o'quvchilarni. No, agar rolling admissionni misol uchun regular decision tugadi, rolling admission ochiq, rolling admission lekin regular decision tugaganiga hali 1 hafta bo'lmagan yoki 2 hafta bo'lmagan bo'lsa, iloji boricha tezroq rolling admission topshiradigan bo'lsangiz, sizni ham regular decisionda ko'rib chiqilishingiz ehtimolingiz oshadi. O'sha bir xil paytda topshirgan bo'lasiz. Sifatini qaraladi qaysidir ma'noda, chunki potensialingiz bo'lsa olinishingiz mumkin. Va rolling admissionda ham o'zi topshirganlar agar juda kuchli potensial bo'lsa, ya'ni juda kuchli bo'lsa o'quvchi keyin olinishi mumkin. Rolling admission lekin qiyinroq, agar o'quvchining potensiali bo'lmaydigan bo'lsa, ordinary o'quvchi bo'ladigan bo'lsa, qabul xati olishi qiyin yoki grant olish qiyin rolling admission. To'liq tushuntira oldimmi yo'qmi bilmayman. Lekin savollaringiz bo'lsa yana bersangiz bo'ladi. Yo'q, tushunarli ustoz. Tushunarli. Endi yana bitta savolim bor-da, agar berolay? Beraman. Ha,